Mangu qolsinlar. Go'zal, 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 bu damlar go'zal degan qo'shig'ingiz ham bo'lardi. Davramizda shoir bor, sozanda bor. Shunaqa qo'shig'ingiz bo'lardi. Bitta tadbirda eshitgandim. Qanaqa edi boshlanishi? Men yayragan bog'im, dildorim go'zal. Bo'ldi, mana go'zallar yoningizda. Faqat qo'shiq kamlik qilyapmiz. Sizni yana bir sahnaga chaqirsak-da shu qo'shiqni aytib bersangiz oldin. Shuni eshitkim kelyapti. Albatta. Go'zallarga go'zal qo'shiq. Marhamat. Vatan madhi bilan tinchlik, go'zallik hammasi shu qo'shiqda jam bo'lgan. Albatta. Marhamat. Men yayragan bog'im, gulzorim go'zal. Men yayragan bog'im, gulzorim go'zal. Gulzorimga yarashgan dildorim go'zal. Gulzorimga yarashgan dildorim go'zal. Ko'nglimda asragan asrorim go'zal. Ko'nglimda asragan asrorim go'zal. Dilda yorim degana takrorim go'zal. Go'zal, go'zal, gulzorim go'zal. Gulzorimga yarashgan dildorim go'zal. Go'zal, 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 gulzorim go'zal. Gulzorimga yarashgan dildorim go'zal. O'ynab yorim yursa yashnaydi gullar. Gulshanicha hidlari sochgan sunbullar. O'ynab yorim yursa yashnaydi gullar. Gulshanicha hidlari sochgan sunbullar. O'z ishqidan so'zlab sayrar bulbullar. O'z ishqidan so'zlab sayrar bulbullar. Jo'raylasa yorima gul yorim go'zal. Jo'raylasa yorima gul yorim go'zal. Go'zal, 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 gulzorim go'zal. Gulzorimga yarashgan dildorim go'zal. Go'zal, 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 gulzorim go'zal. Gulzorimga yarashgan dildorim go'zal. Go'zal, go'zal, gulzorim go'zal. Gulzorimga yarashgan dildorim go'zal. Gulzorimga yarashgan dildorim go'zal. Rahmat, Muhammad Rizo, bor bo'ling. Endi Muhammad Rizo kam gapiradigan yigitlardan-da. Saboqatxon, sezdingizmi? Sezdim. Sizga kam gapiradigan yigitlar yoqadimi, ko'p gapiradigan yigitlar yoqadimi? Agar mehmon sifatida bo'lsa, ko'p gapiradigan. Real hayotda kam gapiradigan albatta. Unday bo'lsa, shuning uchun ko'proq qo'shiq ayttiramiz Muhammad Rizoga, chunki insonni suhbat davomida bilib boraverasiz-da. Ko'chada ko'rib qolaman, Muhammad Rizo kamgina gapirib o'tib ketadi, lekin sahnaga chiqqanida ijro go'zal bo'ladi. Hammani xarakteri, ruhiyati shunaqa bo'ladi. Bugun ulardan shuning uchun qo'shiq eshitgim keldi. Go'zallarni qo'shig'idan madh eting dedim, ortiqcha gapirtirmayapman. Va ijro ham chiroyli bo'ldi, go'zal bo'ldi.